Ya Rabbim, farzandlarimizni dinu diyonatli, ilmli, odobli qilib kamolga yetkaz. Ularni xalqqa foydasi tegadigan solih bandalaringdan qil. Ko'zimizni quvontiradigan, el orasida yuzimiz yorug' bo'ladigan baxt va saodatli avlodlardan aylagin. Yoshlarimiz yurtimizni butun dunyoga tanitadigan bo'lsin. Zurriyotlarimizdan yana buyuk allomalar, mutafakkirlar chiqishini nasib ayla. Ilohim, butun dunyoni tinch omon qil. Urush va turli ofatlarni ketkaz. Yurtimizni tinchligini, farovonligini bardavom ayla. Osmonimizni musaffo, balo qazolardan uzoq qil. Sinovli paytlarda sabr va matonat ber. Ya Allohim, keksalarimizni sog' va salomat qil. Doimo duogo'yimiz bo'lib yursinlar. Bemorlarimizga shifo ber. Marhumlarimizni rahmatingga ol. Ya Rabbim, ilm va ish bilan musofirchilikda bo'lib turgan hamyurtlarimizni safarlarni bexatar qil. Ularni turli yomonliklardan saqla. Oilalari bag'riga eson-omon kelishlarida madadkor bo'l. Barcha musofir vatandoshlarimizni sani o'zingga omonat ayladik. Ya Rabbim,